Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 25-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Seljuk va o'g'illarining Sharqiy Turkistonga oid qisqa tarixi, Qaraxon Yusuf Qidirxon va Ali Ilixonning vafoti, Qaraxonlar davlatining ikkiga bo'linganligi, ikkinchi Harun Bug'raxonning Qaraxonlik davridagi voqealar qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni, qimmatli taklif fikrlarni berishinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Seljuk va o'g'illarining Sharqiy Turkistonga oid qisqa tarixi. Islom tarixlarida g'oyat muhim o'rinda turadigan Seljuk xonadoni davlatini qurib chiqqanlarning asli Sharqiy Turkiston turklaridan edi. Qaraxonlar va Ilixonlar bilan oralarida yuz bergan voqealiklar Sharqiy Turkiston tarixidagi muhim siyosiy hodisalarni tashkil qiladi. Shuning uchun bu yerda Seljuk xonadonining asli va bir qism voqealiklarning qisqacha tarixini bayon qilishni foydali deb hisoblayman. Seljuk xonadonining asli Taqoq Begning o'g'li Suljuk Subashining avlodlaridir. Taqoq Beg Qarluq qabilasi ichidagi Qoniq Ashrat, ya'ni Aymoqning begi edi. Qarluq yabg'usi Taqoq Begni bek yaxshi ko'radi. Taqoq Beg o'lgandan keyin o'rniga o'g'li Seljuk, ya'ni Suljuk Beg bo'ldi. Seljuk Beg nihoyatda jasur va qobiliyatli kishi edi. Shuning uchun Qarluq yabg'usi Seljuk Begni yoniga tortib, uni askarlarga qo'mondon qildi va Subashi, ya'ni bosh qo'mondon degan unvonni berdi. Barg'ansiri Seljuk Begning askarlar ichidan inovati yuqori ko'tarilib, askariy huquq qo'liga o'tdi. Xalqmu Seljuk Begni nihoyatda yaxshi ko'rib, uni bek himoya qiladi. Bu sabablar bilan yabg'u Seljuk Begning yuz o'rib, isyon ko'tarishidan qo'rqib qoldi va Seljuk Begni yo'qotishning qo'yiga tushdi. Buni bilib qolgan Seljuk Subashi o'z qabilasidan nurg'un kishini agashtirib, Yettisudan qochib, Sir daryosining oyoq qismi va sharqiy qirg'oqlardagi Jant o'lkasiga kelib joylashdi. Jotning yerli xalqi musulmon edi. Seljuk Subashi bularning ta'siri bilan islomni qabul qildi va atrofidagi mushrik turk qabilalar ustiga g'azot yurishi ilib berib, xili kuchanib qoldi. Hijriy 374, ya'ni milodiy 997-yili Seljuk Subashi o'g'li Arslanbekning qo'mondonligida zo'r bir qo'shin tashkillab, Amir Nuhning Ilixonga qarshi urushiga yordam berdi va Ilixonni mag'lub qilib, Buxoroni tortib oldi. Shuningdan tartib Samaniy xonadoni va Seljuk Subashi orasida do'stlik munosabat o'rnatildi. Hijriy 393 va 394-yillari Seljuk Subashi Muntasirga 2 qatim askar chiqarib, Ilixonga qarshi urushda yordam qildi. Seljuk Subashi vafot bo'lgandan keyin o'g'illari Arslanbek, Mikailbek va Musabeklar Seljuk qabilasini boshqardi. Mikailbek bir g'azotda shahid bo'ldi va uzun o'tmay Musabekmo olamdan o'tdi. Shuning bilan xalqqa rahbarlik va boshqa butun huquqlar Arslanbekning qo'liga o'tdi. Arslanbek o'zini yabg'u e'lon qildi. Ali Ilixon Qaraxonlik markazidan yuz o'rib, birinchi qatim isyon ko'targanda Arslan yabg'u butun kuchi bilan uningga yordam qildi. Ammo mag'lub bo'lib, Qizilqum cho'liga qochdi. Yuqorida so'zlab o'tilganidek, Sulton Mahmud G'aznaviy va Qaraxon Yusuf Qidirxonlarning mashhur uchrashishi jarayonida bitim nomiga binoan Seljuk aymog'ini Turkiston va Xorason o'lkalariga tarqatib etib, bularning kuchini yo'qotish qarorlashtirilgan edi. Sulton Mahmud Arslan yabg'uni tavallari bilan G'aznaga chaqirib, uningga yaxshi muomala qilib, obdan va'dalarni berdi. Arslan yabg'u azroq odamlar bilan kelib, qarindosh o'g'illari To'g'rilbek,
Mahmud bəg, Çağrı bəg və Yusuf bəglər qəbilənin çoğ bir qismi bilan junta qaldı. Arslan bəg G'azniga kelgan hamon Sultan Mahmud uni qo'lga ilib, Hindistondagi Kalanjir qal'asidagi zindonga tashildi. O'z joylarida qolgan To'g'rul bəg, Mahmud bəg, Çağrı bəg və Yusuf bəglər Sultan Mahmudning Xorasondagi valisi Oltin Toshdan qo'rqib, Juntdan hijrat qilib, Buxoroga tava Nur Ata yayloqlarga kelib yerlashdi. Yusuf Qadirxon bularni Sharqiy Turkistonga kelib yerlashishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, ular Arslan Yabg'uga o'xshash bir oqibatga uchrab qilishdan qo'rqib, Sharqiy Turkistonga bormay, Nur Ata yayloqlarida Qaraxonga tava bo'lib turishni iltimos qilib, shu joyda qoldi. Shu jarayonda Ali Ilxonning ikkinchi qatimliq isyoni yuz berdi. Buningga Yusuf bəg o'z tavalliklari bilan kelib yordam qildi. Ali Ilxon Yusuf bəgni nihoyat hurmatlab, uningga Inach Yabg'u degan unvonni berdi. Ali Ilxon bu arada To'g'rul bəg, Çağrı bəg və Mahmud bəglərni o'ziga tava qilishga muvaffaq bo'lolmagandan keyin Yusuf bəgni bularning ustiga hujum qilishga buyurdi. Lekin Yusuf bəgmi bu buyruqqa itoat qilmadi va ular bilan maxfiy holda birlashib oldi. Buni olgan Ali Tekin Olib Qara ismli qo'mondonni Yusuf bəgni yo'qotishga avatdi. Olib Qara kelib Yusuf bəgni va nurg'un yaqinlarini o'ldirdi. To'g'rul bəg, Çağrı bəg və Mahmud bəglər Yusuf bəgning intiqomini olish uchun Ali Ilxonning qo'shinlariga tuyuqsiz hujum qilib, ig'ir mag'lubiyatga uchratdi. Olib Qarani 100 odami bilan tutib olib, ko'zlarini uyib tashlab, bo'g'izlatdi. Ali Ilxon bularni orqasidan qo'llab qattiq zarba berib mag'lub qildi va Mavara'un nahrini tashlab ketishga majbur bo'ldi. To'g'rul bəg bilan Çağrı bəg qochib, Sharqiy Turkiston chegarasiga kirdi va Qaraqan Yusuf Qadirxonga yangi boshdan bo'ysunishni tilab, yerlashishga joy ko'rsatib berishni talab qildi. Yusuf Qadirxon bularga Qashqarga yaqin bir joyni ko'rsatib berdi. Bular yanala Yusuf Qadirxondan qo'rqib turardi. Bularni Qaraxon huzuriga chaqirsa, bir bahona sabab ko'rsatib, hech bir zaman ikkisi birlikda kelmaydi. Oxiri Yusuf Qadirxon bir amal qilib, To'g'rul bəgni tutib ilib qoldi. Çağrı bəg buni anlab, darhol Qashqardan qochdi. Qochib ketib yo'lda Qaraxon xonadonidan ovdan qaytib kelayotgan bir qancha tekin, ya'ni shahzodalarni tutib olib, birga ilib qochdi. Yusuf Qadirxon asirga ilingan tekinlarni qutqizish uchun To'g'rul bəgni qo'yib berishdan boshqa chora yo'qligini sezib, uni turmadan chiqardi va bir miqdor in'om va hadiyalar bilan asirlarni yondirib avatishga va'da ilib yo'lga soldi. Çağrı bəg shu qashqancha juntga berib to'xtadi. To'g'rul bəg orqasidan yetib kelib, tutib olgan tekinlarni yondirib berdi. Bu vaqa taxminan hijriy 419, ya'ni milodiy 1028 yili yuz bergan. Bundan keyin Selçuk o'g'illari uchun juntda turish xatarlik bo'lib qoldi. Chunki Junt o'lkasi Shimoliy Ilxonni 2 Arslanxonning tavalligida bo'lib, Yusuf Qadirxonning hukmronligidagi yer edi. To'g'rul bəg va Çağrı bəglar boshqa joyga ko'chib ketishga majbur bo'lib, Xorazm valisi Harun bin Oltintoshdan yer tiladi. Harun bularga Xorazm yayloqlaridan yetarli yer ko'rsatib berdi va Selçuk o'g'illari bu yerga ko'chib keldi. Keyincha Ali Ilxondan yoz kunlari Nur Atada turishga ruxsat oldi va qishda Xorazm va yozda Nur Ata yayloqlarida ko'chib yurib, mol boqib yashadi. Hijriy 426, ya'ni milodiy 1034-yili Ali Ilxonning o'g'li Nasr Ilxon Selçuk o'g'illarini Mavara'un nahridan butunlay haydab chiqadi. Shuning bilan ular Xorazm va Xuroson atroflarida yashashga majbur bo'ldi. Selçuk o'g'illarining bizning tariximizga tegishli yeri yuqoriqilardan iborat. Bularning uningdan tarixiy voqealari to'g'risida tafsiliy ma'lumotlar uchun islom tarixlariga qarang. Qaraxon Yusuf Qadirxon va Ali Ilxonning vafoti.
Hicri 421, yani miladi 1030-yili Sultan Mahmud G'aznaviy vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Mas'ud sulton bo'ldi. Bu Qaraxon Yusuf Qidirxonning kuy o'g'li edi. Shuning uchunmi ikki davlat munosabati bak yaxshi edi. Lekin Hicri 423, yani miladi 1032-yili Sultan Mahmudning Xorasondagi valisi Oltuntosh bilan Ali Ilixon o'rtasida bir chegara masalasidan to'qinish yuz berdi. Bu urushda Oltuntosh o'ldirildi. Ya'ni Ali Ilixon masalani qilish kuchi bilan hal qildi. Hicri 423, yani miladi 1032-yili Qaraxon Yusuf Qidirxon olamdan o'tdi. O'rniga cho'ng o'g'li Mahmud Yag'an Tekin Qaraxonlik taxtiga chiqdi va Bug'raxon unvonini oldi. Mahmud Bug'raxon tajribali siyosatchi va qobiliyatli bir idrokchi edi. Uning hukmronlik davrida Qaraxonlar davlati bakmo tinch va farovon bir davrda yashadi. Mayli G'arb va Shimoliy ilxonlari bo'lsin, mayli Uyg'ur ediquti va Qarluq yabg'usi bo'lsin, bularning hammasi buyuk Qaraxonlik markaziga cheksiz sodiq bo'lib, davlatning birligi mustahkamlangan edi. Shunday qilib Mahmud Bug'raxonning biror tashqi dushman bilan muhimroq urush qilganligi yoki ichki jihatda biror isyon yuz berganligi to'g'risida rivoyat qilinmaydi. Hicri 426, yani miladi 1035-yili Ali Ilixon vafot bo'ldi. O'rniga Mahmud Bug'ra Qaraxonning buyrug'i bilan Ali Ilixonning o'g'li Ubul Hasan Nasr Ilixon bo'ldi. Nasr Ilixon Qaraxonlik markaziga samimiyatlik bilan itoat qilmoqda edi. O Selçuk o'g'illarini Qaraxonlik uchun oqibatda bir xavf keltirishi mumkin deb bilib, ularni Mavaraun nahridan butunlay surib chiqadi. Nasr Ilixon bilan Sultan Mas'udning munosabati bak yaxshi bo'lib, Sultan Mas'ud Nasr Ilixonni birodarim deydi. Mahmud Bug'ra Qaraxon Hicri 439, yani miladi 1047-yili olamdan o'tdi. O'rniga enisi To'g'rul Tekin Qaraxon bo'ldi va umi Bug'raxon unvonini oldi. To'g'rul Bug'ra Qaraxon dadisi va oqisidek qobiliyatli birisi emasdi. Rahatparast bir kishi bo'lganligidan uning davrida Qaraxonlik markazining kuchi ojizlashdi. Qaraxonlar davlatining ikkiga bo'linganligi. To'g'rul Bug'raxon taxtga chiqib 2 yildan keyin Hicri 440, yani miladi 1048-yili Nasr Ilixon vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Ibrohim Tekin Ilixon bo'ldi. Shu yili mustaqillik e'lon qilib, G'arbiy Turkiston Qaraxonlikdan rasmiy ayrildi va o'ziga Tavg'ach Qaraxon, ya'ni 2-chi darajadagi Qaraxonlik martabasini ifodalaydigan unvonni oldi. Ammo yana Qaraxonlikni hurmat qiladi. Buning bilan Pamir va Olay tog'lari Inji daryosi o'rtasida chegara bo'lgan ikki davlat maydonga chiqdi. Turkistonning birinchi qatim sharqiy va g'arbiy deb ikkiga ayrilishi mana shuningdan boshlangan. To'g'rul Bug'raxon qobiliyatsiz va rohatga berilgan bir kishi bo'lganlikdan Ibrohim Tekinning bu harakatiga jiddiy va amaliy bir qarshilik ko'rsatmadi. O'ziga hurmat qilganligiga qanoat qildi. Bu jarayonda Selçuk o'g'illari G'aznaviy davlatini munqaris qilib, Xorason va Eronning bir qism joylarini ishg'ol qildi va To'g'rul bek boshchiligida mashhur Selçuk davlatini qurdi. Ikkinchi Harun Bug'raxonning Qaraxonlik davridagi voqealar. To'g'rul Bug'raxon Hicri 455, ya'ni miladi 1063-yili vafot bo'ldi. O'rniga inisi Harun Tekin Qaraxon bo'ldi va ikkinchi Harun Bug'ra Qaraxon deb ataldi. Shu yili Alip Arslan Selçuk davlatiga sulton bo'ldi. Ikkinchi Harun Bug'ra Qaraxon bilan Sultan Alip Arslanning munosabati do'stona bo'lib, bir-birlarining o'rdalarida elchi turg'izgan edi. Keyincha Sultan Alip Arslanning valiahdi Malikshah 2 Harun Bug'ra Qaraxonning qizi
Turkan Xatun bilan nihoyatda katta bir to'y murosimi o'tkazib, o'ylandi. Malikshahning o'rniga sulton bo'lgan Sultan Mahmud mana shu Turkan Xatunning o'g'li. Lekin G'arbiy Qaraxonlik hukmdori İbrahim Tavg'ash Qaraxon bilan Sultan Alip Arslanning orasi yaxshi emasdi. Oxiri bu yomon munosabat har ikkisining o'limi bilan oxirlashdi. Hijriy 465, ya'ni milodiy 1072-yili Sultan Alip Arslan bilan Tavg'ash İbrahim Qaraxon orasida Xorazm chegarasida bir to'qinish yuz berib, so'qishda İbrahim Tavg'ash Qaraxon shahid bo'ldi. Askarlari chechilib ketdi. Alip Arslan ilgirlab O'g'iz daryosidan o'tdi. Daryo bo'yida Tavg'ash Qaraxonning chegara mudofaa qismlari qo'mondoni Xorazmlik Yusufbek qattiq turib urushdi. Oxiri mag'lub bo'lib asirga ilinib, sultonning oldiga ilib kirganda, sulton uni 4 quzuqqa tortib o'ldirishga hukm qildi. Yusufbek mendek bir qahramonga bundaq muomala qilishing to'g'rimi deb sultonga yondi. Ochchig'i kelgan sulton Yusufbekka qaratib o'q otdi. Ammo o'q Yusufbekka tegmadi. Yusufbek oldingdagi bir asirga o'q etib tekkizolmaysan-u, bu namardliging bilan bizning yurtimizni olaman deb keldingmi degan. Alip Arslan bu haqoratga g'azablanib, qilichini sug'urib Yusufbekka etilganda oyog'i teyilib yiqilib tushdi. Yusufbek chaqmoq tezligida Alip Arslanning ustiga o'zini etib, yanida yo'shirilib olgan xanjar bilan Alip Arslanning qornini yerib tashlaydi. Muhabbisatchilar Yusufbekni qiymi-chiymi qilib o'tdi. Ammo sulton Alip Arslan o'ldi. Shunday qilib bir hasadning natijasida ikki cho'ng islom hukmdori o'ldirilib, minglarcha begona inson qoni to'kildi. Tavg'ash Qaraxonlik taxtiga İbrahimning o'g'li Shamsul Mulk 2-Nasr chiqdi. Bu zot Hijriy 472-yili vafot bo'lib, o'rniga Ali Ilxonning o'g'li Abu Ali Hasan Tekin Tavg'ash Qaraxon bo'ldi va Bug'raxon unvonini oldi. Bu ikki hukmdorning davridagi voqealar haqida ma'lumotimiz yo'q. Hasan Tavg'ash Qaraxon Hijriy 474-yili atroflarida olamdan o'tdi. O'rniga 2-Nasr Tavg'ash Qaraxonning o'g'li taxtga chiqdi. Bu Tavg'ash xonning ismi ma'lum emas. Bu kishi uzun o'tmay vafot bo'ldi va o'rniga o'g'li Ahmad Tekin Tavg'ash Qaraxon bo'ldi. Ahmad Tavg'ash Qaraxon davrida Qaraxonlik mamlakati Seljuk sultonligining hokimiyati ostiga kirib qoldi va 5 yil vaqtliq bir mezgil mustaqilligini yo'qotdi. Tuvanda bularni bayon qilaman. Hijriy 481, ya'ni milodiy 1088-yili Seljuk sultoni Malikshah G'arbiy Turkistonga yurish qildi. Ahmad Tavg'ash Qaraxon bir qancha qatimliq urushdan keyin mag'lub bo'lib, Malikshah tarafidan asir elindi. Keyincha Malikshah Ahmad Tavg'ash Qaraxonni o'ziga tava bo'lib, hokimiyatini qabul qilish sharti bilan uni G'arbiy Turkiston hukmdori qilib qo'yib, qaytib ketdi. Lekin o'z kentining xoni Malikshahning hokimiyatini qabul qilmay, mustaqillik e'lon qildi. Malikshah Hijriy 482-yili G'arbiy Turkistonga yana kelib, o'z kent xoni bilan urushib bo'ysundirdi. Malikshahning bu muhim ikki qatimliq yurishi bilan qo'lga keltirgan hokimiyati aran 5 yil davom qildi. Malikshah Hijriy 485-yili vafot bo'lib, o'g'illari Mahmud va Barak Yaruq o'rtasida sultonlik talashish urushi chiqdi. Bu fursatdan foydalanib Ahmad Tavg'ash Qaraxonlik mustaqillik e'lon qilib, Malikshahning harbiy va ma'muriy kishilarini qo'g'lavatdi. Ahmad Tavg'ash Qaraxon Hijriy 488-yili olamdan o'tdi. O'rniga xonadonidan Mahmud Tekin Tavg'ash Qaraxon bo'ldi va 490-yili vafot bo'lib, o'rniga navrasi Qidirxon bin Umarxon bin Ahmad Tavg'ash Qaraxonlik taxtiga chiqdi. Bu kishi Hijriy 495-yili vafot bo'ldi. Demak, 2 Harun Bug'raxon davriga oid ma'lumotimiz shunchalik.
41 yil hüküm sürgen bu büyük devletning ichki va tashqi jihatda tarixiy vaqealarning ko'p bo'lishi tabiiy. Afsuski bu uzun bir davrga tegishli tarixiy rivoyatlar baq qisqa va mujmal bayon qilingan. Bu davrdagi Shimol ilxonlik haqidagi ma'lumotlarga qaraganda, Shimol ilxonligi Yusuf Qidirxon zamonasidan tortib 2 Arslanxonning qo'lida edi. Bu ilxonlar davomli Qaraqanliq markaziga vafodor bo'lib, itoat qilib kelgan. Bu ilxonlar tuvankilardan iborat. Biz yuqorida Yusuf Qidirxon o'z o'g'li Sharafud Davla Abu Shuja Tekinni Shimoliy ilxoni qilib tayin qilganligini so'zlab o'tgan edik. Bu zot Hijriy 424-yili vafot bo'lib, o'rniga Chag'ri Tekin ilxon bo'ldi. Chag'ri Tekin Hijriy 440-yili vafot bo'lib, o'rniga inisi Rukni Davla Mahmud Tekin ilxon bo'ldi. Buning vafotidan keyin Mahmud ilxonning 3-o'g'li 2 Arslanxon ilxon bo'ldi. Bundan keyingilar haqida tafsiliy ma'lumot topolmadim. Ammo Hijriy 528-yilgacha Shimoliy ilxonligi 2 Arslanxonning avlodlari bilan davom qilganligi va bu ilxonlarning oxirigacha Qaraqan davlatining sodiq va muhim bir parchasi bo'lib kelganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Qadrli anglag'uvchilar, shunda qilib vaqt munosabati bilan bugungi Tarixga nazar programmamizning 25-soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.